11-zabur. Ijrochilar rahbariga 8 torli asbob jo'rligida aytiladigan Dovud sanosi. Najot bergin bizga ey egam, taqvodor bir inson qolmadi. Senga sodiq inson yo'q bo'lib ketdi. Hamma bir-biriga yolg'on so'zlaydi. Xushomadgo'ylik bilan bir-birini aldaydi. Xushomadgo'y tillarini egamiz kesib tashlasin. Maqtanchoq og'izlarini u qirib tashlasin. Axir ular og'zimiz bilan erishamiz har narsaga. Tilimiz o'zimizniki, kim xo'jayin bizga deb aytadi. Egamiz aytmoqda, muhtoj ezilib ketdi. Bechora nola qildi. Endi qo'zg'alaman. O'zlari intilgan najotga yetkazaman. Egamizning va'dalari g'oyatda pokdir. Uning so'zlari o'choqda 7 karra tozalangan kumushga o'xshaydi. Har tarafda qabiqlar daydib yuradi. Har yoqda odamlar yomonlikni maqtab yuradi. Ey egam, bulardan bizlarni saqlagaysan. To abad bu nasldan bizni himoya qilgaysan.